Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Mening uchun eng qadrli bo'lgan qadrdonlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mening uchun eng aziz bo'lgan azizlarim, sizlar bilan yana bir bor chorshanba tongida 13-noyabr sanasida g'oyibona diydor ko'rishganimizdan bag'oyat xursandmiz. Xonadoningiz mehmoni yana tabriknoma loyihasi. Kamina Muhammadjon mikrofon qarshisida yaqin daqiqalarcha sizlar bilan go'zal suhbatlarni davom ettiramiz. Ushbu kunda kim tavallud ayyomlarini nishonlayotgan bo'lsa, chin yurakdan tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Xonadoningizda hamisha xursandchilik, bayram va tark etmasin deymiz. Xususan bizga kelib tushgan murojaatlarga ko'ra, bugun Krasnoyarsk shahrida yashab istiqomat qiluvchi bizning jajji muxlisimiz, jajji aziz qadrdonimiz Abduzohirjon bir yoshni qarshi olmoqdilar. Akajonim, birinchi yoshingiz, birinchi bahoringiz muborak bo'lsin. Payg'ambarimiz Rasululloh alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ota-onangiz havas qilgandek, ota-onangiz orzu qilgandek go'zal bir farzand, xalqiga, yurtiga, ota-onasiga xizmat qiladigan, naf tegadigan zabardast bir yigit bo'lishingizni yaratgan ekandan so'rab qolamiz. Hofizi Qur'on bo'ling. Dinimizga xizmat qiladigan ajoyib inson bo'ling. Xususan eng yaqinlaringiz, padar buzrukvoringiz, adajoningiz Akramjon aka nomlaridan, onajoningiz Zulayxa opa nomlaridan, akangiz Qilichbek nomlaridan, opangiz Farxunda nomlaridan chiroyli tilaklarni, tabriklarni yetkazamiz. Mening mehribon o'g'lim Abduzohirjon. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuning bilan tabriklayman. Ya'ni bir yosh shukrona kuning muborak bo'lsin. Umring uzoq, tanijoning sog' bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsan, Allohim barcha niyatlarni o'zi yetkazdirsin. O'qish va ishlarda Alloh o'zi qo'llasin. Martabasi ulug' inson bo'lgan, soliha qiz nasib etsin. Hech qachon Alloh nazaridan qolmagan. Allohim yomon ko'zlardan asrasin. Allohim suygan bandalari qatorida yurish nasibini o'zi aylasin. Adajoning, oyijoning, akang, opang bilan haj, umra safarlariga borib, birga chiroyli ziyorat qilish nasibini o'zi aylasin. Jannatlarda ota-onangga toj kiydiruvchi, zakot beruvchi farzandlar qatorida bo'lgan. Yuzingdan kulgi arimasin, seni yaxshi ko'ramiz deb padar buzrukvoring Akramjon, onajoning Zulayxaxon, akang, opang chiroyli tilaklarni yetkazdi. Baxting bersin yaratgan Alloh. Kamolini ko'rib yashasin ko'zim. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin, o'zimning palvonim Abduzohir o'g'lim. Ko'zlar tegmasin baxtingga deysan. Kulgularing bilan go'zaldir jahon. Shu bugun yayragin, shu bugun kulgun, bayram muborak bo'lsin o'g'lim. Yana bir karra tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deb qolamizda. Allohga omonat deb barchangizni yaxshi kunlaringizda diydor ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.